Assalomu alaykum, qo'li shirin, tili shirin aziz obunachilarim. Keling birgalikda tvorojniy nachinka solingan pisochniy xamirdan pirog tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga tuxumni bittasini chaqib olamiz. Qolgan 3tasini ko'rganinglardek, faqat sarig'ini olamiz, oqini ajratib olib qo'yamiz. Bizga hali kerak bo'ladi. Qo'li shirin qizajonlarim, agar bu retsept sizlarga ko'plik qilsa, yarim porsiyanglar shu ko'rsatgan mahsulotlarimni yarim solib kamroq tayyorlashingiz mumkin. Chaqilgan tuxum ustiga shakarni solamiz, ozgina vanilin solib, yaxshilab 5-6 uzog'i 5 daqiqa yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizajonlar tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, og'zingizda qoladigan mazali pirog bo'ladi. Endi tayyorlayotgan mahsulotimizga smetana soldik. Mana xona haroratida turgan margarinni soldim. Xona haroratida yumshoq bo'lib turadi. Birpasda mana shunaqa silikon lopatkada aralashtirib olamiz, bir xil holatga keltiramiz. Albatta o'zbek tilida yozmadim, nima mahsulot ketishini, video so'ngida hamma mahsulotda qancha ketganini, nima solganimni yozib qoldiraman. Endi elab tayyorlab qo'ygan unimizni sekin-asta solamiz va yuvilgan qo'l yordamida xamir qoramiz. Xamir unaqa qattiq ham, yumshoq ham bo'lmaydi, juda ham bir ishlashga yaxshi xamir bo'ladi, chunki margarin solingan. Qizajonlar tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Juda ham og'zingizda qoladi, ayniqsa sovigandan keyin. Qizajonlar mana shuni nimaga ko'rsatib ketdim, shu yerda men un solganimda orada raznitel soluvdim. Raznitel ya'ni oshirma tuz, shu videoga tushmay qolibdi. Shuni ko'rsatib ketdim, sira sovarasida. Oshirma tuzni. Mana ko'rdinglar, shunaqa ajoyib yumshoqqina xamir tayyor bo'ldi. Qo'lga bunaqa yopishmayapti. Shu xamirni endi bitta kattaroq, bitta kichkinaroq bo'lakka bo'lib qo'yamiz. Bunaqa tindirib oshirish shart emas. Shuni chetga olib qo'yamiz va ichidagi nachinka tvorog tayyorlab olamiz. Tvorogga ham mana shuni quruqrog'ini oldim va boya ajratib qo'ygan tuxum oqini solamiz, ajratib o'lchab qo'ygan shakarimizni solamiz va yaxshilab bir xil holatga keltirib olamiz. Xohlasanglar shu yerda vanilin sovursanglar ham bo'ladi ozgina. Juda ham tezda tayyor bo'ladigan barakali pirog ekan. Bizning oilamizdagilar juda ham maza qilib yeyishdi. Mana shunaqa listga soldim, men pechda pishiraman. Endi katta xamir olamiz, qo'yamiz va qo'l yordamida sekin-sekin un sepib ochib olamiz. Birinchi perchetkada qilmoqchi bo'ldim. Perchetka yechilib ketaverdi. Keyin olib tashlab, qo'lni yuvilgan holatda qo'lda sekin joylashtira qoldim. Tili shirin, qo'li shirin qizajonlarim. Albatta bu pishirayotgan narsalarimni avvalambor uyimga o'zim tayyorlab, yaxshi chiqqandan keyin sizlarga hech narsani bekitmagan holatda retsept tayyorlab ko'rsataman. Mana xamirni ochib oldik, tvorog solamiz. Ko'rganlaringizdek xamirni chetini ko'rdinglarmi? Bo'rtlik qilib bundoq qaltiribroq qoldiringlar. Men sal chetini kichkinaroq qilib qo'yaman. Men xatolarimni har doim retseptlarda nima xato qilsam, adashsam aytib o'taman, bundan uyalmayman. Chunki bu retseptni tayyorlagan inson yana meni xatoyimni tayyorlamasin, qaytarmasin deyman. Chetini sal kamroq qilib qo'yman. Sizlar kattaroq chiqaringlar, chunki chetini qaltiramiz, xuddi balishga o'xshab. Endi keyingi kichkina xamirimizni oldik. Uni yordamida sekin-sekin juvalab ochamiz. Juvada mana shunaqa ochilib ketib qoladi, ehtiyot bo'linglar. Endi mana shunaqa varaq kesadiganda chiroyli qilib lentali kesib olib, videoni davomida ko'rasizlar, joylashtiramiz.
tili shirin, qo'li shirin qizajonlarim. Mana ko'ryapsiz, chetini sal kichkinaroq olib qo'yganim uchun chetdan chiqqanlarini joyladim, ulashga harakat qildim, lekin pishib chiqqanini bilinmadi. Sizlar sal kattaroq qoldiringlar chetini. Vilka yordamida ham mana sekin yopishga harakat qilaman. Hamma narsani iloji bor, o'limdan boshqa deyishadi kattalarimiz. Shuncha ilojini qilib joylab yubordim chetini, bilinmadi pishganda. Endi tuxum sarig'i bitta olamiz-da, ustiga surib, chiroyli qilib surib chiqamiz va qizdirilgan pechda men 130 gradusda pishirib oldim. Bir 30-25 daqiqa davomida pishirib oldim. Sizlar o'zingizlar gazinglarni, pechinglarni o'rtoqlarda pishirasizlar. Juda ham mazali, og'zingizda qoladigan pirog bo'ladi. Bu pirog hozir issiqlikda kesyapman. Men har doim kanallarimda aytib o'taman. Issiqda ham ko'rsataman, sovuganda ertasi kuni ham ko'rsatamanki, qotib qolmaydimi, qanaqa holatda bo'ladi, obunachilarning bilishligini xohlayman. Bu hozir darrov pishib chiqqandan keyin 5 daqiqadan keyin kesib, issiqligida ko'rsatyapman. Issiqlikda kesish qiyin bo'lyapti, sekin idishga olamiz va maydalab sizlarga ko'rsataman. Mana issiqligida parlar chiqib turibdi. Tvaroglari yumshoq, xamirlari yumshoq, issiqqina. Hozir ozginadan keyin ertasi kuni kesganimni ham videoga olganman. Qizajonlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kommentariyada meni qatdan kuzatyapsizlar. Sizlarga retseptlarim yoqyaptimi? Shu haqida ham yozib qoldiringlar, juda ham xursand bo'laman. Bu ikkinchi kuni, ertasi kunga, ya'ni sovigandan keyin kesyapman. Mana juda ham chiroyli kesiladi, ya'ni sovigandan keyin sal qotadi tvaroglar. Juda ham 1,5-2 kunda yeyilib ketadigan chiroyli tvarogli pirog bo'ladi. Bizning oilamizga juda ham yoqdi. Men yana qayta tayyorlashni niyat qildim. Qalbi go'zallarim, tayyorlagan retseptlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, duolaringizni eslab qo'ying. Albatta, quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin. Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan birgalikda mashhur bo'lgan salatlardan biri Murskoy kapriz salatini birgalikda meni talqilimda, men oilamga qanaqa tayyorlasam, shunaqa holatda tayyorlab ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. O'zbekistonda, Toshkentda yashaydiganlar bilishadi. Do'konlarimizda har xil hozir go'shtlarni tayyor holatda pishirib tayyorlab olib chiqib sotishyapti. Shu go'shtlardan olamiz. Birinchi navbatda mana qazini to'g'rayman. Xohlasanglar kichkinaroq to'g'raylar. Mana shunaqa kattalikda to'g'radim. 250 gram qazi soldim. Albatta masalliqlarni kamaytirishingiz mumkin. Mana endi ikkinchi mahsulotimiz, go'sht mahsulotimiz. Bu to'q go'shtdan bo'lgan pres go'sht. Undan ham 250 gram olib, shunaqa kattalikda uzuncha xuddi videoda ko'rganingizdek to'g'rab olamiz. Juda ham oson salatlardan biri, juda ham to'yimli, nomiga mos salatlardan biri. Uchinchi go'sht mahsulotimiz ham mol go'shtidan tayyorlangan, ya'ni archa shoxlariga dimlangan mol go'shti deb ataladi. Bu go'shtdan ham 250 gram o'lchab oldim va xuddi videoda ko'rganingizdek qilib to'g'rab tayyorlab olamiz.
Ana endi 4-chi go'sht mahsulotimiz dudlangan halol bo'lgan kolbasadan ham 250 gram o'lchab soldim. Albatta bu kolbasa ham boshqa go'sht mahsulotlariga qarab o'xshatib chiroyli qilib to'g'raymiz. Endi mana shu go'sht mahsulotlarimiz oldiga mazali bo'lgan, juda ham vitaminga boy, kalsiyga boy bo'lgan qattiq sirdan 250 gram o'lchab olib, uni ham shu holatda mayda qilib to'g'raymiz. Oqsirga, kalsiyga boy bo'lgan go'sht mahsulotlarimiz va sirni oldiga xushxo'r bo'lgan barradek mana shunaqa bodringlardan olib, po'chog'ini artib, 4 tagina bodringni shunaqa qilib chiroyli qilib to'g'rab solamiz. Juda ham salatga boshqacha maza beradi. Albatta solishingizni tavsiya qilaman, qizlarjonlar. Ana endi salatga kerak bo'lgan hamma mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab oldik. Quyuqroq bo'lgan mayonezdan solamiz va yaxshilab aralashtirib 15 daqiqaga qoldiramiz. 10 daqiqaga va dasturxonga va mehmonlarimiz uchun tezda tayyorlab beradigan salatlardan biri murskoy kapri salat tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Internetda, YouTube'da juda ham ko'p salat turlari ko'p. Murskoy kapri ham har xil tayyorlanadi. Men o'z oilamga qanaqa tayyorlasam, shunaqa talqinda sizlarga ham tayyorlab ko'rsatdim. Aytganimdek salatni kamaytirish va ko'paytirish mumkin. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.